bu o'yinda yaxshi oyoq bilan 50 martagacha iltimosdan urishga harakat qilamiz. Kim birinchi bo'lib 50 ta ursa o'yinimizni g'olib tushadi. Boshladikmi? Birinchi kim boshlaydi? Video davomida sanab borishingizni so'rar edim. Kim nechtadan o'rganini. Biz xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Bekta tamam Zoir. Hamma o'zi dunyoda saqlasin. Mana ikkita bo'ldimi? 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Mana ikkita bo'lgani? 5. Video jarayonida biz ba'zida adashib kam yo ziyod hisoblagan edik va montaj vaqtida harakat qildikki, to'g'ri hisoblab borishga. Siz ham hisoblab borishingizni so'rar edimki, bu o'yinda kim aniq g'olib bo'lganini kommentariyaga yozishingizni. Men 25 ta urgan bo'lsam, ammo kam hisoblab ketaman video davomida. Ba'zida xatochiliklar bo'lib turadi. Buni to'g'ri tushunasiz. No. Ko'rib turganingizdek, bu o'yinimizda Shohjonning reaksiyasi juda ham sust. Hangi oynamayan player'ında hiç durmadı. Kıvır dedi mi? Kıvır dedi mi? Hayır mı? Kıvır sana. Böyle işte öyle etkileri kullanın. Hareket kışın gerek. Şimdi geleceğim. Bu oyun mu? Ay söyler misin? Git. Kırı işte. Tamam mı? Altın böyle yürüdü. Doğru. Doğru mu? Bu o'yinda Alijon g'olib bo'ldilar. Ammo ba'zi xatoliklarga ko'ra o'yin hali ham davom etmoqda. Biz O'chrat bilan yana o'yinni davom ettirmoqdamiz, ammo bu o'yinda Alijon g'olib bo'lganlar. Videoga bittadan like bosing, bizni kanallarimizga obuna bo'ling va o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.